Keldi bilyard. Assalomu alaykum bilyard O'yin stollari. fasli bu. Yangilik zo'ri. Ma'shuqiy Original o'y bilyard qani. Bo'g'li bilyard chiqardik. O'yinlarga Shikoyatdan yig'ilishini mana bu holatda ko'ramiz. oxiridagi Masalanizda ko'rsatib beraman. Kelin. qani. Oxiriga Sharlar hamon aylar fig'on har ovozi so'ylar ravon rostay tayin kezdim jahon Abdusattoni bilyardi qani. Keldi bilyard o'yin fasli bu. Bo'stondagi bilyard qani. Oxiridagi stol qani. Chin do'st qani, chin usta qani. Keldi bilyard o'yin fasli bu. Bo'stondagi bilyard qani. Oxiridagi stol qani. Chin do'st qani, chin usta qani. Keldi bilyard o'yin fasli bu. Bo'stondagi bilyard qani. Ko'zim tushar har bir burchakka, lekin javob topmasman. Sharlar jim emas gapirar yurak. Sizlardan YouTube kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni, izoh qoldirishni, do'stlaringizga uzatishni so'rab qolgan bo'lardik. Chunki aynan mana shunday harakatlar bu ko'rsatuvni ko'proq auditoriyaga namoyish qilishiga sababchi bo'ladi. To'g'ri aytyapti. Xuddi shunday. Erinmanglar. Agarda hali ham obuna bo'lmaganlar bo'lsa, shunday bir shaxslar, manfur shaxslar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos qiladi. Bu gaplaringizdan keyin aniq podpiska bosadi hozir hammasi. Mayli. Biz hamma prosmotrga rozimiz. Lekin insof bilan obuna bo'lgan ham yaxshi. Ana endi esa Rozi sizlarga bo'lib shuncha gapirgan bo'lsangiz, norozi bizni urar ekansiz, tog'am. bir shapaloq tortdim. Har bittasi uyga borib, nega obuna bo'lmading, ha? Men tekshirib yuribman hammangni bitta-bitta. Ana endi Shunday qilib, ishimizning so'nggi kunida eng zolim nazoratchisi iltifoti tufayli maza qilib o'tirardik. Bu zolim ko'zimizga odamdek bo'lib ko'rindi. O'zimizni biroz bo'lsa-da insonligimizni his qildik. Xuddi o'z uyimizni tomini ta'mirlayotgandekmiz. Anjanliklar bilyardlarni yasashadi anjanchasiga. Shardek shirin yumshoqlik so'zlashadi anjanchasiga. Otamaros Abdusattorga oqlangan taxta yog'oqlar, Bo'stondagi marmar dasturxon, Bo'stondagi marmar bilyardlar.